tongda, uyqusundan uyanganda ko'zi tushar quyrug'ina. Nindidir bir yavuz qo'ygan yarliq tag'ib, eshak degan so'zni yozib. G'irligidan o'kirirga ul tutina. Qori, ko'ra, yorliq tugal butun yoqdan nomer suqqan, pechat bosqan. Ne ishlarga so'ng? Tutunirga qaysi boshdan? Tashlargami yirtibgina? Pechatli shul surguch bilan bosqanini. Nomerida boshqa balam. Yo'q de. Buni zakon shahalitu kerak. Janliklarning jiyilishini shopti tezroq. Arslanmi men tugilmi? Deb so'radi qoti yarsib. Asling bilan sen Arslan, dedi bursiq, ammo rasmiy yoqdan eshak. Nishlab eshak? Yotmayimla men. Salom kushab. Arslanmi men tugilmi? Ayt kungura. De kungura menga javob bera. Narsagizdir o'xshay kibik Arslanga. Nekanin ayta olmayman bit. Jetmi aqlim. G'ajiz bo'ldi Arslan, qoldi tonga. Eshak, nega sen dashmising? Obbo Robbim, o'xshaymi men obzordagi shu hayvonga? Yo'q, sen eshak tug'il hali. Ammo lakin dirisin ayting, dedi eshak. Arslan da tug'ilindi. Yo'qqa g'ina tuban sindi, yo'qqa ulga suvin to'kdi, durust halin angladilar. Tek yorliqni olmadilar. Arslanning g'irati ketdi. Ko'zga ko'rinib yobiqdi, ul qirib ketdi. Yuvoshlandi, yo'l bera har ushrog'inga. Oxirda ish shunga keldi. Arslanning uyosidan bir kun tongda eshak tovushi eshitildi. Eshak, 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 eshak. Bundan g'ibrat. Qo'y bir yorliq Arslandan da güçlürek.